Iste'dod, kuch va sabr egasi bo'lish barobarida ot sportida chavandoz avvalo jonzotlarga mehribon, katta yurak egasi bo'lishi shart. Buni ko'rsatuvimiz qahramoni yoshligidan yaxshi bilar va otasining ishxonasiga har safar kelganida ich-ichidan his qilar edi. Bugun u konkur bo'yicha yetakchi sportchi. Ot sporti bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi, xalqaro arenada tashkil qilinayotgan barcha musobaqalarda g'alabalarni qo'lga kiritayotgan va olimpiada bellashuvlarida ishtirok etishni orzu qilib kelayotgan Bekzod Qurbonov. Xuddi kechagi kundek eslayman. Bekzod o'sha 3-4 yoshlarda otasi bilan kelardi. Otlarni ko'rib ketardi. 3-4 yoshda. Otasi otboqar bo'lib ishlardi. O'shanda otlarni joy sevardi. Lekin katta bo'lgandan keyin shu birinchi shu 10 yoshlar atrofida shug'ullanishni boshladi menda. O'sha kichkina esimda bitta katta ot bo'lardi, o'sha katta otda minib yurardi. Birinchi musobaqaga chiqqanda juda qiziq bo'lgan. Hamma o'ydilar kelgan, otasi kelgan, buvisi kelgan, o'sha tribunada o'tirgan buvisi rahmatli ani qilib ne kelgan u ot bitta sakraganda Bekzod yiqilib tushdi. Ot vardı. Endi to'siqdan keyin keyin o'yladimki endi bo'ldi, endi kelmaydi deb o'ylasam, yo'q. Lekin keyingi trenirovkalarga kelib tam shug'ullanishni boshladi. Shug'ullanib boshladi. Sekin-sekin shug'ullanib, mana shu darajaga yetib keldi. Yoshligidan ot sportida, chunki Qurbonov Bekzodning adasi Nabaka Qurbonov Nabaka o'zi mana shu o'zimizdan Parkinskiydek ot sporti maktabida ishlaganlar. Ishlaganlarda yoshliklarida mana shu Qurbonov Bekzodni ham o'zlari bilan olib chiqardilar. O'sha Bekzod nima deydi, qonida bor desa bo'ladi bu bolani. Sekin-sekin xuddi mana shu klub o'zida o'sha Bekzod o'sha 10 yildan oshiq, o'sha 12 yil bo'lyapti. Mana shu klubda o'zi otlarni yetishtirib, yosh otlarni sekin-sekin tayinlab boryapti. O'sha mana hozirgi tayinlagan otlar o'sha Grand Prix chopib yuribdi. Uyimiz yonida ot sport maktabi bor. Hali ham bor. O'sha ot sport maktabida otboqar bo'lib ishlaganlar. Adam bilan qiziqib, chiqib, adamga yordam berib yoshligimizda, shu bog'chaga borishimizdan oldin, maktabga borishimizdan oldin ertalab voqili adam chiqib otlarni boqardilar. Biz ham adam akam bilan ikkalamiz qo'shilishib, adam bilan chiqib qatnashib, o'sha yerda yordam berib, faqat necha yoshda ot minganim esimda yo'q, lekin o'sha 8 yoshimda men sport boshlaganman. Birinchi uch kurash yo'nalishida boshlaganman, keyin konkur yo'nalishiga o'tib, ustozim bilan Mirza Ahmad o'shalar bilan qatnashib kelganman. Birinchi medalni eslaymiz. Bu o'sha o'zimizning otxonada внутришкольный musobaqa bo'lganda o'sha birinchi medal olgan edi. Juda xursand bo'lib ketgan. Diplom bilan bitta medal olganda o'sha borib o'ylaga, buvisiga hammasiga ko'rsatib chiqqan edi. Ja anu edi. Mana shunaqa bola edi. Har bitta yetgan darajamni birinchi daraja yoki ikkinchi daraja har bittasini eslay olaman. U qasotda olganlarim ham esimda bor. Oxirgi sport ustasini stenograf degan laqabli otimni olganman. U ham shu otxonada turibdi, shu otim ham. Har bitta otda o'zini darajasi bor. Sabab misol Osiyo o'yinlarida eng balandi 150 balandlik bo'lgan bo'lsa, to'siqlarni Olimpiada o'yinlari 160 gacha bo'ladi. 5 yulduzli toifali musobaqalar 150-160 gacha balandlik bo'ladi. Har bitta musobaqani yulduzi bo'ladi. 1 yulduz, 2 yulduz, 3 yulduz bo'ladi. O'shanga qarab otlarimda chiqaman. Misol Santa Hepika degan laqabli otim. Bu otimni bilan Osiyo o'yinlariga Hanjoda bo'lgan Osiyo o'yinlarida ishtirok etganman. Va
fransuskiy tur musobaqalari bo'lgan. Chexiyani Praga shahrida bo'lib o'tgan musobaqalarda juda ham yaxshi natijalar ko'rsatganman. Boshqa otlarimdan ajralib turishi buni juda ham tez ot, ancha tajribali otim. Buni boshqa otlarimdan ko'ra ko'proq yaxshi ko'raman. Sabab bu bilan juda ham katta musobaqalarga, 5 yulduzli musobaqalarga chiqqanman. Har bitta sportchida o'ziga yarasha hayajoni bo'ladi. Bu otim bilan qaysi musobaqaga chiqmay hayajonim bo'lmaydi. Nimaga? Bu otimga ko'proq ishonaman. Bu otimizni Belgiyadan sotib olganmiz. Bu ham 8 yoshli paytida olganmiz. 13 yosh otim. Ancha yildan beri men bilan shu Barselonada jahon chempionatida ham juda ham zo'r ishtirok etgan. U yerda har bitta musobaqada qancha yaxshi ishtirok etsangiz, siz aytganimda Yevropada ot sporti juda biznesli hisoblanadi. Bunga juda katta narx berishgan. Sotish bo'yicha sotmaganmiz. O'zbekiston terma jamoasiga bunaqa otlar juda ham kam. Shuning uchun ko'paytirish niyatida sotmaganmiz. Aynan shu otim bilan jahon chempionatiga yo'llanma kiritish oldimizda bo'ladigan Amerikada Olimpiya o'yinlariga juda ham ungacha oldimizda 3 yil bor. 16 yosh bo'ladi. Juda ham ko'p tajribasi bor bu otimning, lekin 3 yil davomida men o'ylayman, undan ham ko'p, yana ko'payadi. Hozirgi paytda ham dunyo reytingida ham shu otimda eng yuqori natija ko'rsatyapman. Bekzod Qurbonov konkur bo'yicha O'zbekiston terma jamoasining sardori. U hayotining asosiy qismini xorijda, bellashuvlar va o'quv mashg'ulot yig'inlarida o'tkazadi. U bilan birga yurtimiz sharafini munosib himoya qilib kelayotgan hamkasblari va do'stlarining fikrlari bilan qiziqdik. Bekzod bilan biz deyarli 2000-yildan beri tanishmiz. Yoshlikdan, bolalikdan, o'sha o'smirlik davrimizda musobaqalarga kelardik. O'zim birga musobaqada ishtirok etib, shunda do'st tutinib, tanishib, shu bilan yaqin do'st bo'lib qolganmiz. Oramizda 2 yosh farq bo'lsa ham baribir yaqin do'stmiz. Juda tirishqoq, mehnatkash, xushchaqchaq bola. Yillar davomida mana o'rganib o'zi mana bu ot sport maktabidan o'zi chiqqan. Otalari ham ot sportida ishlaganlar. Hozirgi kunda mana dunyo miqyoriga chiqib, shunchalik nufuzli musobaqalarda ishtirok etib, odamlar havas keladigan darajaga erishdi o'z mehnati bilan. Aslida butun dunyoda musobaqa jarayonida ko'p sportsmenlar bir-biri bilan gaplashmaydi. Biz nuqul qayerda ishtirok etsak ham bir-biri bilan gaplashib, bu gap muloqot qilishimizni bu ko'proq hayajonni oladi, ko'proq gapirsa tez odam haligi hayajonda baribir ko'p narsalar bajara olmay qolasizda, u narsalar. Misol, hayajon kuchli bo'lsa. O'shaning uchun biz ko'p bir-birimiz bilan gaplashamiz musobaqa paytida. Hamma bizga qarab hayron qoladi. Qanday gaplash sakrab yuribdi deydi. Bu o'zgacha xos usul juda yordam beradi. Bir-biri bilan qo'llab-quvvatlash. Ko'p davlatlarda birga ishtirok etdik. Ispaniyada, Pragada, misol Germaniyada, Gollandiyada, Belgiyada ahilimiz ko'z tegmasin. Juda ko'p shogirdlari bor. Qurbonov Bekzodda maqtash emas-u, Rossiyalardan, Qozog'iston, Qirg'iziston qo'shni davlatlar ham bunga kelib bizga trenerlik qiling deb chaqirishadi. O'shanga men unga ruxsat bermayman, chunki vaqti yo'q. Yo'masam qo'ldan kelsa borib o'rgatardi, chunki vaqti yo'q. Bilasiz, mana Abu Dabida, Dubayda, Alaynda, Sharjada, arab mamlakatlarida musobaqalarda hammasida qatnashib keldi. O'shanga hech vaqt uspet qilmaydi, lekin men aytaman, qaysi odam sendan o'rganmoqchi bo'lsa, oldinga borsin deyman. Boshqa sport turlarida murabbiy individual tarzda faqat shogirdi bilan shug'ullansa, ot sportida ustozning diqqati ham sportchi, ham uning 4 oyoqli hamrohiga qaratilgan bo'ladi. Shuningdek, tandem fe'li tabiati bilan bir-biriga mos kelishi kerak. Bekzod xarakteri sal qiziqishroq. Qiziqib ketadi. Sal anunga esa qizishib ketadi. O'shaning uchun uni sal bosib turish kerak. Sal bosibroq ot bo'lsa, sal aniq bo'lsa, o'sha yaxshi bo'ladi. Har musobaqadan keyin ikkalamiz o'tirib, o'sha qilgan kamchiliklarni, qilgan xatolarni ikkalamiz muhokama qilib, o'sha tuzatishga harakat qilamiz. Sportchi bilan ot bir-biriga tushishi kerak. O'shanda shu otda o'sha dalnishim sekin-sekin katta-katta to'suvlarni sakrab ketaveradi. Agar ot tushmay qolsa, u foydasi yo'q. Misol uchun, necha katta pulga sotib olgandan ham foydasi yo'q. Ot bilan odam nima deydi? Misol uchun, meni otimni boshqa sportsmen uncha meni olmaydi. Men uni otini uncha meni olmayman. Hammani o'ziga yarasha plusi bor, minusi bor. Ot xarakterini o'zgartirmaydi.
u shu xarakter bilan keladi. Siz shu xarakterga tushasiz, shu xarakterda tilini topasiz, sizda rezultat bo'ladi. Hozir otlarimiz ko'paydi, imkoniyatlarimiz ko'paydi. Bu ot sporti davlat miqyosida ketayotgan narsa. Shuning uchun hozir biz dunyoda 20 ta zo'r davlat hisoblanganda ichidamiz. Ot dunyosida O'zbekiston degan davlat o'z mavqeiga ega, o'zini hurmatiga ega. Ustozlar Mirzo Boymatovich 25-26 yil bo'ldi ular birga ishlagan. Men shu paytdan bilaman. Hozirgacha tandemda ishlashadi. Shuning uchun bu katta rezultatlar bo'lyapti-da. Ular bir-birini haligi ko'ziga qarab o'zi tushunadi. U Bekzod chopayotganda Mirzakam даже razminkada qarab qo'ysa bo'ldi, yetadi. Ushbu sport turida tandem bilan mutaxassislarni katta jamoasi ishlaydi va ularning har birini o'z vazifasi bor. Muslimbek yordamchisi bor. Har doim yonida, Bekzodning yonida yuradi shu bola. Otlarni u xotif u bolani bo'ynida. Tushunsiz, bu bizda komanda bo'lish shart. Muslimbek zo'r parvarish bermasa bu rezultat bo'lmaydi. Bekzod zo'r sportsmen bo'lib, his qilib otlarni his qilib musobaqada ishtirok etmasa rezultat bo'lmaydi. Mirzo Boymatovich zo'r trener bo'lib, bunga yangiliklar kiritib turmasa rezultat bo'lmaydi. Bilasizmi, bu ot sport shunchalik qiziq sportki, mana ertalab kelib qachon qorong'i tushganini bilmay qolamiz haligacha. Bizda hali ishga kelmading degan gap yo'q, bo'lmaydi. Konkur yo'nalishida otlarning maxsus zotlari ishtirok etishadi. Shuningdek, ularning yoshlari, mahorat va tajribalari ham xalqaro musobaqalar darajasiga mos bo'lishi shart. Bu yil mana Olimpiada o'yinlariga biz boshlaganmiz, yo'llanma qo'lga kiritish uchun. Misol, har bitta sportchi 3 yulduzli, 2 yulduzli yo 3 yulduzli musobaqaga chiqish uchun 1 yulduz musobaqasiga sakrash kerak. Takже otlarimiz. Keyin 2-3 yulduzli musobaqaga chiqib, reytingimizni ko'targanimizdan keyin o'zi 4 yulduzliga chiqa olamiz. Keyin shu 4 yulduzlikda ham, u yoqda ham natijalar ko'rsatib, birinchi o'rindan qo'lga kirdi, keyin 5 yulduzga chiqamiz. Xalqaro musobaqaga chiqqanda o'sha hamma biladi qanaqa reytingdasiz, qaysi otingizda, misol Olimpiada tituligi bu otimda alohida ball yig'aman, mitsviji, uchala otimda alohida, har bittasi alohida. Qaysi otimda ko'proq natija yig'gan bo'lsam, o'sha otim bilan Olimpiadaga tushaman. Mabodo endi bular otlar Olimpiada paytiga tushib, misol Santa-Xepiga otim bilan tushdim, otim kasal bo'lib qolsa, men xalqaro shu bizni federatsiya xalqaro federatsiyaga yozadi. Shu Bekzod Qurbonov Olimpiadaga tushgan oti mazasi bo'lmadi. Bir sababi bo'lish kerak. Sababini ko'rsatamiz. Ular keyin bizga ruxsat beradi. Misol boshqa otimizni almashtirishga, lekin deydi, shu musobaqa darajali, shu musobaqa, shu Olimpiadagacha shu darajali musobaqada sakrab, qanchadir rezultat ko'rsatish kerak. Misol 8 shtrafdan ko'p bo'lish kerak emas yoki 4 shtrafdan ko'p bo'lish kerak emas xatosi deb aytadi ular. O'shani bajarishim kerak. Jahon arenasida tashkil qilinadigan bellashuvlarda Bekzod Qurbonov boshchiligidagi jamoamiz konkur yo'nalishida muvaffaqiyatli ishtirok etib kelishyapti. Ushbu mavsumda konkur qoidalariga qator yangiliklar kiritilgan bo'lib, chavandozlarimiz osonlik bilan ularga moslashib bellashuvlarda ishtirok etishyapti. Misol uchun, shu kunlarda yurtimizda tashkil qilingan xalqaro turnirlarda ham ishtirokchilar Olimpiya o'yinlariga reyting ballarini qo'lga kiritishlari mumkin edi va Qurbonov bunday imkoniyatdan maksimal foydalanib, deyarli barcha musobaqalarda yetakchilik qilib otlari bilan g'alaba qozondi. Olimpiadaga reyting beradi. Reyting ochkolarni mana misol uchun hozir Abdurahmonda, Bekzodda mana shu chavandozlarimizda Xurshid Beylar ochkolar yig'ib kelyapti. Shu ochkolar bilan ertaga Xudo xolasa, agar ochkolarni ko'proq yig'sa, Olimpiada 2028 Amerika Qo'shma Shtatlarida Los-Anjelesda bo'lib o'tadigan musobaqada bizning chavandozlarimiz bemalol qatnasha oladi. Faqat mashg'ulotlarni qoldirmay, mana shu reyting beradigan musobaqalarda qatnashish kerak. Musobaqalarimiz juda ham zo'r bo'lib o'tdi. Sababi bu musobaqalardan boshqa yildan ko'ra ko'p davlatlar qatnashdi. Osiyo kubogi qilindi. Osiyo kubogida o'zimizda chavandozlar juda ham yaxshi natijalar berdi. Shunga qaramay musobaqalarimiz bu yili ikkita kvalifikatsionni musobaqa bo'lib o'tdi. Bittasi Jahon kubogiga bo'lsa, ikkinchisi Jahon chempionatiga bo'lib o'tdi. Juda ham ko'taring ruhda o'tdi.
bu musobaqada jahon chempionatiga saralash bo'lgani uchun boshqa ko'p Yevropa davlatlaridan hakamlar keldi. Talablar juda kuchli bo'ldi. O'shanga qaramay biz sportchilar juda yaxshi natija qildi. Shuning ichida o'zim ham yaxshi natijalar ko'rsatdim. Xudo xohlasa rejalarimiz yana oldimizda Qirg'iziston Bishkek shahrida bo'lib o'tadi, keyin Qozog'istonning Astana shahrida bo'lib o'tadigan musobaqalarda ularda ham jahon kubogiga, jahon chempionatiga saralash musobaqalari bo'ladi. O'shanga tayyorgarchilik, keyin Xudo xohlasa yo'llamani qo'lga kiritsak, Yevropada qolib, jahon kubogi 2026-yil Amerikada bo'lib o'tadi. Juda mehnatkash, chunki bizda ot sportida ertalab voqli qish bo'ladimi, yoz bo'ladimi, ertalab voqli otlarni ishlatishimiz kerak, trenirovka qilishimiz kerak. Ya'ni otlar chunki o'zini kutadi. Qachon bu sportsmen yili o'zini egasi keladi, chunki otlar bitta vaqtga o'rgangan. Mana shu ertalab kelib, bolalarimiz mana shu 5:30-6 da ertalab voqli ovqatini berib qo'yadi, 7 da biz olib chiqib o'sha trening qilamiz. Ayniqsa issiq kunlarda, chunki havo isib ketadi, otlar issiqga qiynaladi issiqda terlab. O'shanga voqli soat 7 dan 10 gacha hamma otlarimizni biz trening qilib ishlatib olamiz hammasini. Bekzod nafaqat iste'dodli sportchi, unga bosh murabbiylik lavozimi asosiy vazifa qilib yuklatilgan va mas'uliyatni his qilgan mutaxassis qo'l ostidagi katta jamoa bilan muvaffaqiyatli ish olib boryapti. Sportchilar bilan birga ishlaydi va o'sha seleksiyalar bilan hozir shug'ullanyapti o'zi ham. Bu juda katta narsa. Biz mana oldin 10 yil, 15 yil oldin Germaniyadan, Yevropalardan otlarni olib kelardi. Hozir biz o'sha Yevropadan unaqa muhtoj emasmiz-da. To'g'ri, biz ko'ryapmiz har xil variantlarni. Nimaga siz ertaga oldimizda keyingi yil Osiyo o'yinlari bor. Otlar yetmayapti. Chavandozlar ko'p, otlar yetmayapti. O'shanga biz tayyor otlar ham sotib olishimiz kerak. O'shanga hozir Bekzod ham Yevropa mamlakatlarida ko'rib, otlarni harakat qilib seleksiya qilib yuribdi. Lekin o'zimizda ham mana musobaqalarda otlarni olib chiqib, sekin-sekin seleksiya bilan shug'ullanib, sekin otlarni ko'paytirib, bu yoqda ham yetishtirib, otlarni har kuni treningga qo'yib, mana o'zi ham chet elga ketsa ham, Yevropaga uchib ketsa ham, bolalarga qo'yib, sen men bu otni minasan, sen bu otni minasan deb hammasini yo'lga qo'yib ketgan. Faqat O'zbekistonda emas, qo'shni davlatlarda xalqaro musobaqalar kam bo'lgani uchun biz shunaqa taktika qilganmiz. Olimpiadaga litsenziya olish uchun, qo'lga kiritish uchun Yevropaga borganmiz. Yevropada har hafta musobaqa, arablarda ham xalqaro musobaqalar bo'lgani uchun Yevropa davlatlariga chiqib ketamiz. Muntazam davr ochko yig'ib borishimiz kerak. Sababi bir oy uzilish agar bo'lib qolsa, reytingim pastrayib ketadi. Sababi biz O'zbekiston C guruhidamiz. Shu guruhda ikkita yakkali litsenziya olimpiadaga beradi, ikkita jamoaviy. Shuning uchun u yerda 27 ta davlat bo'lgani uchun, shuning uchun biz tezroq harakat qilamiz, Yevropaga chiqib ketib, Yevropada ko'proq musobaqalarga chiqishga. Ot sportida medalga erishishgacha ancha mehnat bor. Bu o'zidan o'zi bo'lmaydi. Misol uchun tennisda yoki judoda yoki boksda perchatkalarni so'mkaga solib samolyotga chiqib ketaverasiz, to'g'rimi? Bizani sportda misol uchun otni qo'lingizga ushlab samolyotga chiqib keta olmaysiz. Juda katta mehnat bor. Chunki bu otlarni biz samolyotga ortamiz. Ortganimizdan keyin samolyotda boradi, adaptatsiyasi bor, buni karantini bor. 40 kun karantinda turadi. Biz o'sha otlarni kutib turamiz. Otni minish ham mumkin emas. Qon oladi otdan, qonni tekshiradi, kasalliklar yo'qmi, hech qanaqa. Bu yerdan ketishdan oldin karantinga turadi otlarimiz. O'sha karantindan keyin olib, o'sha sekin o'zini sikliga olib kelamiz. O'sha sakra olmaymiz, sekin-sekin. Har kuni sekin qizdirib, sekin olib chiqamiz. O'zini sal sikli uzunroq. Boshqa sportlarga qaraganda aytmoqchimanki, juda mashaqqatli. Yilning oxirigacha qaysi davlatlarda musobaqa bo'ladi? Germaniya, Gollandiyalarda, Ispaniyada o'sha planlarni qilib, o'sha zaявкani hozirdan berib qo'yganmiz. Qahramonimiz haqida ko'rsatuv tayyorlar ekanmiz, suhbatdoshlarimiz avvalo uning oilasi, ota-onasini ta'riflab esga olishdi. Adasini yaxshi tanirdim Nabakani. Bekzod o'zi tarbiyali bola edi. Shu paytdan yugurib kelib, salom alik qilib, shundan Nabakani o'g'li edi. Shundan juda vнимательный bola edi. Biz trenirovka qilyapsak, u o'tirib tomosha qilar edi. Kichkina bola edi, hamma sborniy komanda trenirovka bo'layotganda u tomosha qilib o'tirardi shu paytdan. Kelib yordam berardi.
Sportchilar, ayniqsa chavandozlar uyda deyarli bo'lishmaydi. Hayotining asosiy qismini xorijiy davlatlarda o'tkazishadi va shu o'rinda ularning oilasi, yaqinlariga ham oson emas albatta. Chavandozlarimiz ishtirok etadigan musobaqalar jadvali tig'iz bo'lgani sabab shaxsiy hayotlariga vaqt ajratishlari biroz qiyin. 29 yoshimda uylanganman. Sabablardan biri to'g'risini aytsam, vaqtim bo'lmagan. Uylangani ko'p chet ellarda yurganim uchun. Keyin 2020-yil pandemiyani tugashi oktyabr oylari edi. Men Yevropada bo'lganman. Pandemiyada O'zbekistonda bo'lmaganman. Otlarim bilan Yevropada qolib ketganman. O'zbekistonga kelmaganman. Bir 9 oycha Yevropaning o'zida, Gollandiyada, Germaniyada yashaganman otlarim bilan. Kelganimda esimda bor, o'shanda onam bo'ldi, bolam, uylanadigan vaqting keldi. Uylanmasang bo'lmaydi. Keyin shu federatsiyaga telefon qilganlar. O'g'limni bu yil jo'natmaysizlar, uylantirmasanglar, shunaqa qiziq voqealar bo'lgan. Keyin shu 2020-yil shu noyabrlardami onam qiz topdilar, shu kenayim bilan yoqdi, uylanib ketdim. Uylandim-u, aprel oxirida yana Yevropaga chiqib ketdim. Yosh kelin qoldi uyda. Keyin harakat qildim, tez-tez kelgani-yu. Ancha muammolar bo'ldi. Hozirgi paytda o'sha ikkita farzandim bor. O'sha ayolim ham ancha tushunib qolgan meni, o'sha bemalol o'sha bitta gap bilan emas, o'sha qarashimda tushunadi meni. Biladi shu otlarni yaxshi ko'rishimni, shu ot sportida ishlashimni, ertalabdan kechgacha ular bilan emas, ko'proq otlar bilan. Bo'lgan boshida qanaqadir rashq deydi-yu, otlaringizni yaxshi ko'rasiz, bizni yaxshi ko'rmaysiz, vaqtingizni ajratmaysiz deb. Endi bular otlarim unda emas, ajrashishda emas, bular otlarim yosh bola deydi, bularga baribir har kuni parvarish qilmasangiz bo'lmaydi. Bularni odamdan просто nimasi tili yo'q, gapira olmaydi. Shuning uchun ko'proq otga bo'lganim uchun, ayniqsa keyin chet ellarda ko'p yurganimda uyga kela olmay, hozir harakat qilolmay sekin-sekin o'zim bilan oilamni olib chiqib ketishga, bolalarim ham katta bo'lyapti. Farzandlarim, katta qizim Nozima bu yil 4 yoshga to'ladi, xudo xolasa. O'g'lim 2 yoshga to'ladi, Muhammad. Bir ajoyib bo'lgan, qizim tug'ilganda biz birinchi marta jahon chempionatiga yo'llanma olganmiz. Yo'llanma olib, bu juda ham ot sportida shov-shuv bo'lgan edi. 2021-yil biz Ispaniyaning Barselona shahariga borganmiz. Jahon chempionatiga litsenziyani qo'lga kiritib, u yerda ishtirok etib, u yerdan O'zbekistonga uchishda samolyot 8 soat samolyot uchardi. Otlarimiz mashinada qaytgan, biz O'zbekistonga samolyotda qaytayotgan bo'lganmiz. Esimda bor, aeroportga 2 soat oldin borganda onam Telegramdan yozganlar, xotining mazasi bo'lmayapti. Uchib kelgandan keyin samolyot qo'ngandan keyin telefonni olsam, o'sha Telegramdan kelyapti. Ayolim jo'natyapti qizimni rasmini. Farzandli bo'lma. Ikkala farzandim qiziqadi. Har bitta o'yinchog'i otlar. Qiz bilan o'g'limni ikkalasida bir xil. Hozir harakat qilmay qizimga sal kamroq bu narsalarni nima qilishi. Ko'proq o'g'lim qiziqsin, lekin qizim emas, lekin qizim ko'proq qiziqadi. Ot sportiga muhabbat Begzodning qonida bo'lgani kabi, uning farzandlari ham aynan shu sport turiga o'zgacha mehr berishgan. Keyingi yil Yaponiyada bo'lib o'tadigan Osiyo o'yinlari va Osiyo o'yinlaridan keyin u ham shu reyting ballarini biz olib, ko'proq chavandozlarimiz chet el mamlakatlarda bo'ladi, chunki xalqaro turnirlar juda ko'p chet ellarda. O'shanga chet el mamlakatlarda biz mana shu musobaqalarda qatnashtirib va Amerika Qo'shma Shtatida Los-Anjelesda bo'lib o'tadigan olimpiadaga mana shu chavandozlarimizni o'ylaymanki, o'sha yerda ko'rib, xudo xolasa nasib qilsa, shu yo'lda musobaqalarda qatnashib O'zbekiston bayrog'ini ko'tarishadi. O'zimga qanday reja qilgan bo'lsam, xuddi shundoq butun jamoaga, butun O'zbekistonning sportchilariga shunaqa reja qilganmiz. Sababi xudo xolasa oldimizda yoshlar o'rtasida Olimpiya o'yinlari bo'lib o'tadi. Unga litsenziya qo'lga kirish uchun harakat boshlandi. Osiyo o'yinlari o'smirlar o'rtasida o'sha Bahraynda bo'lib o'tadigan 4 sportchimiz
tayinlayapmiz. Hozirgi paytda 10 dan oshiq sportchimiz bor, tayinlanyapti. Hali aniq qilmadik qaysi sportchi borishimizni. Oldimizda yana jahon O'zbekiston chempionatlari va jahon kubogi saralash musobaqalari bo'lib o'tadi. O'sha yerdan o'sha musobaqalarga qarab o'sha Osiyo o'yinlariga olib boramiz bolalarni. 26-yil o'zi ot sportiga juda ham ko'p musobaqalarimiz bor. Birinchisi shularning ichidan jahon chempionat kubogi, ikkinchisi Osiyo o'yinlari, uchinchisi jahon chempionati bo'lib o'tadi. O'shanga harakat qilamiz. Jamoa bilan shaxsiy tushishga jahon chempionatiga ham, Osiyo o'yinlariga. Xalqaro musobaqalarda nafaqat ishtirok etish, biz yutish. Faqat biz u yerga yutuq uchun boramiz. Biz shu darajaga yetdik. Butun O'zbekiston ot sporti dunyosini maqsadi Olimpiada o'yinlariga qaratilgan. Olimpiada o'yinlarida ishtirok etish va medal olib kelish. O'ylaymizki, bu mavsum ot sporti vakillari uchun omadli keladi va Bekzod Qurbonov jamoasi yuqori marralarni zabt etib, albatta Los Angeles Olimpiadasida muvaffaqiyatli ishtirok etishadi. Buning uchun imkoniyatlar va sharoitlar maksimal darajada yaratilgan.